Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, andı nur, her ün, mutluluk, pıhlık. Alman yasakta azaytımız, kebir zulümünü tügütümüz, yurtun hiç amallıkını, özümü sorayımız. Menize küçük balını golluganda gollumakçım ha? Bohne, yamaç kazanda bir kıtım açmışıdım. Meni sorusanla, ben adli bir cancı, benim maksadım. Xalqni jabr zulmdan qutqizib, erkin ozodlikka chiqarib, tinch, farovon turmushga ega qilish. Hey! Shu Luban degan lomadini qishqa! Uning deydigan gapim bor. Bizni iliy tarafga ozodlik mash'ali yongan, meni xitoqlarga boshlab aytamaka. O'yg'ongan ziminni endi hech kim tutolmaydi. Şunda qağıyınılar. Şu tütün boyunca Pütkül Cenubi Şinjan'ı. Aras, Kumul, Turpan, Toxsun, Pişcanlı mı özümüz sorayımız. Əməldarlarını özümüz koyumuz. Alman yasakını azaytımız. Kebir zulümünü tügütümüz. Özümüz koşun kurup, yurtun tinç amallıkını özümüz sorayımız. Bu geplerini biz Fugan'daki çağdılar hemmeylenge eğitkan. Bu pütüm, işiniz kutilgen. Biri mende, biri Şındu bende, biri merkezi hükümette. Ben merkezden ayrılanmayman. Ayrılıp nemi kılıman? Puhrağa tənlik, erkinlik basıla, bizne ezmizili boldu. Menin öz aldımğa padişah bolduğan niyetim yok. Padişahlıknımı taza kamlaştıralmayman. Macunyen Cimsarda bizden hakkımızın yevalgını yetmegендek, padişah boluman, hemmini ağzımga qartıp, özümnün jorukıga kirgizmen dep işini bozdu. O, bütün Cungunu almakçı, Rusiyini mi almakçı? Çigramni, haremge tutaştırmen deydi o teki. Orup uyga, yoğan müngüzdep, onu yoğancılıkını karanlar. Bizze, Kerbala'nın itidek, onun arkasıdır sokuldap yürüp, onun ticimenlikini kılığı dekmez. Onunla, kan töküş bəgidekmiz. Bunu Xuda rava köremdi. El yurt rava köremdi. Mana şu vəciden, mən onundan ayrıldım. Onundan ayrılıp, hata kıldık mı ya? Yok, yok, doğru kıldık. Doğru kıldık ağaynılar, doğru kıldık. Mana, kördünlarma onun niyetini. Niyet yaman hemrah, başka bala. Demisimo, mana bugün, bir muncha nahaq qon to'kildi. Buni hammasiga Tongni mahshar kuni Majun yandiga Lomodi o'zi javob berdi. Biz Janobi Allohning kalomi bo'yicha ish qildik. Bunidan keyinmi Alloh nimani buyurgan bo'lsa, shuni ko'ramiz. Qandoq dedim? To'g'ri, to'g'ri. Senancho, yana gaping bormi og'ayna? Boshqa gapim yo'q. Gapni qo'lisang gap chiqadi. Yerni qo'lisan suv chiqdi deb. Men gap qo'lab qo'yib edim. Bir muncha obdan gaplar chiqdi. Ish qarnimiz yorib qoldi. Sark sagak bo'lsa, poda adashmaydi. O'zlariga agashkinimiz agashgan. Naga boshlasizlar, shu yerga mengayveramiz. Senmo bir sarka og'ina. Lanjon degan 100 askarning peshi. Hammamiz sagak bo'laylik. Hoji bilan birga yurgan kishilarning hech qaysisi uning bugungidek uzoq so'zliginini hech qachon ko'rib baxmagan edi. Uning o'zi bo'lsa, gapni nima bilan oyoqlashtirishni uqolmagandek jim turib qoldi. Maydonni yana jimjitlik bosdi. Faqat tarlari qo'rimagan jang otlarining ond-sonda pushqirib qo'yishlari.
qon puruqini hidlab, olli qayoqlardan uchib kelgan qog'u qo'zg'ollarning eg'ir qanotlarini paloqlatib, ansizlik bilan qoqildashlari anglanib turibdi. Bayroqda jang bo'lgan kang dalada bo'lsa, cheriklarning ko'miksiz qolgan o'liklari xuddi tashlandiq ko'ni chapancharalardek yeyilib yotadi. Hajim shu tarafga ko'z yugurtib chiqib, To'xniyoz zo'rg'a buyruq qildi. Sen adamlarını başlap berip, avı ölüklerini köndürüp et. Qağı kuzgullarga yem bolmasın. Düşman bolsun mu, adam emes mi? Ense, şundak bolsun. Bugün akşam uşak daldı konup, et tan sahar bilen karşı şehirge mağımız. Benim o top kıtıvazıla hacaka. Dedi bayroqda uşak daldan xabar elib kelgan yiliqi seriq saqal kishi. Hop brother. Bizge mo sana o'xshash yo'l boshlig'i kerak. Iting mo bakan, miltiqni chereklardan o'zing ilib ol, ha? Shu oqshimi Tursun do'lan chiroq yo'riqida xotira yezishga kirishdi. Bugungi fojialar tasvirlangan bir necha betlik xotirani qaytadan o'qib chiqib, tövendagi qurlarning ostiga sizib qo'ydi. Necha vaqtdan buyon qaynam tashqinliq jang maydonlarini bir ko'rsamidim deganlarim yosh yigitlarga xos maqtanchoqlik ekan. Bugun birinchi o'q ovozini anglashim va rahmatli Saypulning otdan g'ulab tushganini ko'rishim bilan ko'zimga qorong'ulik tiqilib ketdi. O'zimni otning ustidan bir ozgalg'a tashladim. Nomus. 4-bob. Qongdan chiqqan farizat. Kishilarga atirgul sungan qo'ldan hamisha xushpuroq purab turadi. Xanzu xalq tamsili. Urush bo'ronlari Ushshaqtalda boshlangan ajib fojianing vahimasini hoyto'yt deguncha Qori shahar diyoriga uchirib keldi. Qori shahar daryosi bilan Ulastay daryosining qo'shilishidan hosil bo'lgan munbat bo'stonliqda uzun asrlardan buyon o'z oromi bilan tinch umr surayotgan ko'p millatlik bu qadimiy shahar bir tilla dahshatli yong'inda qolgan jangalga o'xshab qolmoqda. Lavuldab kuyayotgan uylar, do'konlar va saroy ayvonlaridan ko'tarilgan istitaklar xuddi qora bulut parchalaridek osmonni qoplab olmoqda. Quyruqlari kesilgan chopqur otlarning ustida kang yuzlik qisqa qilishlarini o'ynatib, urchab bilan shaharni o'ngtay-to'ngtay qilayotgan cheriklardan qochib yurgan xotin bolalarning qiyochiyonlari. Bo'vay mo'maylarning dod faryotlari. Bu yerda yotgan jasadlarning orasidagi chol o'liklarning voy dodlari qo'shilib, butun shaharni xuddi muqaddas kitoblarda tasvirlangan qiyomat dahshati bosgan edi. Sepil ichidagi harbiy gezarmaning mashq maydonida qilishlarini yalang'ochlagan bir to'p otliq cherik yo'g'on qora otga mingan boshliqning gapiga quloq silib turibdi. Ko'rinishidan bu cheriklar har darajalik ofitserlar bo'lib, hammasi yanglarini jaynaklargacha turib olishgan edi. So'zlayotgan boshliq bo'lsa, Ushshaqtaldagi hiliqi jangda mag'lub bo'lib, Qori shahar tarafga qochgan cheriklarning boshlig'i. Va bugungi qiyomat dahshatining bosh jinoyatchisi Chilujang edi. Shu arada to'lisa oqbuk kiygan bir to'p jamoat maydonga oldirish kirib keldi. Ularni Nangandagi Tungan masjidining imomi shalong soqolliq kelgan qizil yuzlik Ma'oxun boshlab kelyotdi. U yiroqdilla Chilujang deb varqirashga boshladi. Chilujang uni ko'rish bilan darhol gapini to'xtatib otdan tushdi. Ma'oxun uning qishig'i tikilib mundoq dedi. Chilujang, siz mening bolamga o'xshash. Men sizga ot yo'lliq kishi. Mening gapimga quloq siling. Bugungi ishinglar durust bo'lmadi. Zodi durust bo'lmadi. Tinch yotgan begunoh puhroni qirib nima qilmoqchisizlar? Xudodan qo'rqmamsizlar, ha? Al-qisosul minal haq degan gapni bilmamsizlar. Cheriklaringizga ayting, bu ishlarni darhol to'xtatsin. Siz oqsoqol, hozirgi ahvoldan xabarsiz emas.
Hoji Niyozning o'zi musulmon turib, Shing Say degan kofir bilan oppoq-choppoq bo'lib o'lib, bizga dushmanlik qilayotganini bilasiz-ku, ha? Shaqtalda jiq odamimizni o'ltirdi. Endi Chantulaga rahim qilinmaydi. Xanzuladimmi, Chantuladimmi o'ch olimiz. Ey palam, bu nima deganingiz? Bizga dushman bo'lsa, Shing Say bilan Hoji Niyoz dushman. Shing Sayni deb hamma Xanzulani, Hoji Niyozni deb hamma Chantulani qirib, o'ldirib, bulab talab uylariga o't qo'ysanglar qandoq bo'ladi, ha? Bozorlik uchun tog'dan kelgan Mong'ollarni omon qo'ymadinglar. Mong'ollarning bayisi Noyin degan boshliqi Shing Say bilan til berib turib, nurg'un gunohlarni qildi. Endi qonga qon olamiz. Ey balam, yoshlik qilmang. Sizlar qonga qon olamiz deb bugun Mong'ol, Xanzu, Chanto fuqarolarni o'ltirsanglar, ati ularning odamlari kelib, biz Xuyzularni o'ltirmanda. Vaqt kelganda sizlar quyruqlarni xodi qilasizlar. Biz qanday qilamiz? Biz fuqarolarga ichinglar og'risin, Xudodan qo'rqinglar. Sizcha oqsoqol, bu ishlarga aralashmay, imomatchiligingizni qiling. Imom to'g'ri aytdi. Biz butkul jamoatga vakil bo'lib keldik. Mo'ji bo'lsanglar, jang maydoniga berib so'qishinglar. Bizga jo'da tepib bermanglar. Sizlarga o'g'illarimizni askarlikka berganimizmi yeta? Sen nima odam? Zoda sizlar nima qilmoqchi? Sizlarmi buzilmoqchimi? To'p ichidan Bizga tinchlik kerak. Puxrad gunoh yo'q. Xudodan qo'rqinglar. degan ovozlar yangrab ketdi. Chiluyjang Chaqsa ketinglar. Ma'xunning yuzini qilmaydigan bo'lsam, deb to'ponsini o'qladi. ot amsa. Avval meni ot. Ondan hammamizni ot. Talabimiz o'rindalmasa, bu yerdan o'likimiz chiqsa chiqar ekan, tirikimiz chiqmaydi. Dedi Ma'xun. Ondan doq yerga badashqon qurib o'ltirib oldi. Jamoatmu xuddi masjidda uningga iqtido qilgandek hammasi tangla yerga o'ltirib oldi. Chiluyjang ovi seriq bo'lib to'ponsini pulanglatgan peti uyan-buyan mengishqa boshladi. Shu arada 3 otliq cherik ot choptirib kelib, Xo'ja Niyoz qo'shinlarining shiddat bilan ilgarilab shaharga yiqilishib qolganligini xabar qildi. Ma'xun boshliq jamoat o'ri-to'pi bo'lishib ketdi. Buyruq! Butun qo'shin jangga otlansin! Men Chantulani shahar bo'sog'isini ujuqtirib tashlayman! deb varqiradi Chiluyjang asabiylik bilan. Biroq Chiluyjang bir soatmi bardoshlik berolmay, butun qo'shini bilan bag'rish tarafga qochdi. Shahar hojining qo'liga o'tdi. Hojining qo'liga o'tdi-yu, bugun atigan tong sahardan beri davom qilayotgan boyiqi qiyomat dahshatiga ulabla yangi bir dahshat boshlandi. Bayaraqda Tungan masjidining imomi Ma'xun to'g'ri aytgan ekan. Dal shundoq bo'ldi. Ko'ch-ko'ylarda qonga milinib yotgan jasadlarni, ko'yib kulga aylangan uy imoratlarni, uy makonsiz qilib tinib yurgan xotin bolalar va qeri cho'rilarni ko'rib, hasbini bosolmay qolgan ba'zi fidoilar xuddi bug'risiga kirgan tugidek g'o'ljirlashib, yoshinishga ulgurolmay qolgan Xuyzu puhralarning beshida qilich o'ynatishga boshladi. Ularning otlari chig'ida egillarining qo'lidagi qonliq qilishlar har qitim egiz ko'tarilgan hamon xuddi bu nohaqchilikka chidayolmayotgandek oldingi oyoqlarini egiz ko'tarib qattiq kishnab tashlaydi. Qo'mondonlik shtabi mushu xildagi voqealarning sodir bo'layotganligidan xabar tepib, qat'iy to'sish to'g'riliq jiddiy buyruq tushirib bo'lguncha bir qancha kishining beshi tenidan judo qilinib bo'ldi. To'xniya surga qarashliq 3 payjangning biri bo'lgan Ho'shur Kantumu o'sha ishlarning ishtirokchisi edi. U ko'chaning o'ttirisida ochib turib ketayotganda kimdir biri uningga varqaradi. To'xsilar hojam, sizga gapim bor. Shapaq to'ppisini qirlab, qora po'tisiga gul chekilgan chandozi esib olgan bir ko'zi olg'ay odam uningga qarab kelyotdi. Ha, nima deysan? Hey, men qaylislar hojam. Ama o'yladi-chu, sizlarni izlab yurganlardan 3-4 bor deyman. Tugun oqshom bu yerda qimar o'ynagan, ularning omiti kelib jiqpitib oldi. Hammasi oq tangi deyman. Ha? Rasma?
Azbiroyi xudo, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hammasi oqtangi deyman. Yur, amsa, birga kiramiz. Yiliqi odam ko'rsatgan hovlining darvozasi mahkam taqoqliq edi. O'shir otdan tushib, miltiqning poyniki bilan darvozani bir necha qaytim taqildatdi. Darvoza ochilmagach, ichidagi ilgakka to'g'rilab bir pay o'q otdi. Darvoza yana ochilmadi. O'shir "Bu anangni!" deb tillab turib yana bir pay otdi. Dal shu chaqda To'xniya so'r besh yigit bilan ot choptirgan peti yon ko'chadan chiqib qoldi. Ehtimol miltiq ovozini anglab kelgan bo'lsa kerak. "Hey, nima qilyapsan? Mava hoylada oq bo'klar bakan. Toza bir adipini beray deb edim. Buyruqni olmadinglarmi? Kim tinch turgan puhroga tegsa, dish ketdi. Senmi Yosin xo'rakka o'xshash beshingdan ayrilay demsan." O'shir engikini silab, "Hey, kelmagan talayda ananing haqqi bormi degan rost gapgan" deb g'udunshidi. "Odamlaring qani? Shaharga kiriblar taqilib ketgan. Xotirjam bo'l. Ularni hech kim kontrollab ketmaydi." "Bu nima deganing? O'zing bir payjon turib, odamlaringning nadligini bilmasan qandoq bo'lg'ini? Hey, Kanto, seni nima qilsam bo'lar? Hay, xayr, bo'pti. Chaqqon berib, hammasini tepib kel. Oqshomliqqa yo'qlama qilaman." O'shir yiliqi olg'ay odamga qarab qo'yib, asta etig'i mindi. Olg'ay odam g'alati bir qiyofatda beshini chayqab, "Talayga suv kelsa, Alloh ku dunyo ketdi degan shu" deb pichirlab, o'z yo'liga ravon bo'ldi. Qalaymaqonchilik pesilib, jahon tinchigandan keyin qosh qariyishga boshlaganda, fidoilarning bir qismi shahar sirtiga tikilgan chedirlarga, bir qismi harbiy kezarma, karvon saroylari va ba'zi egisiz qolgan hovlilarga joylashdi. Shundaq hovlilarning biri savdogarlarning oqsoqoli. Odatda etini otmayla familiyasi bilan qo'shib Beyshanzong deb atiladigan bir boy Xanzoning hovlisi bo'lib, bu aslida nihoyatda hashamatli joy edi. Chilujangning cheriklari qirg'in boshlaganda birinchi bo'lib shu hovliga tegish qilib, qattiq bulang-talang yurgizganning ustiga ba'zisi Beyshanzongning bo'yiga yetgan qiziga, ba'zisi keliniga so'rliq qilishga boshladi. Beyshanzongning o'g'li buningga qarshilik qilgani uchun uni shu yerda aytibdi. Oyoq osti qilingan qiz bu numusga chidamay o'zini quduqqa tashlabdi. Qizning onasi yuragi yerilib o'ldi. Cheriklar Beyshanzongni ko'mikdagi oltin kumushlarini top-top qiynashga boshlaganda, u peshayvon to'rikiga usib o'lib oldi. Shundoq qilib, butun bir oilada yolg'iz birla jon, ya'ni Beyshanzongning kelini tirik qoldi. Cheriklar oladiganini elib, kech oldidan o'yliga o't qo'yibdi. O'ylining to'rt tarafidagi yog'och uylarning qog'oz chaplangan eshik deraza va to'rislari charaslab kuyishga boshlaganda, yilqi kelinmu ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Endilikda bo'lsa, bu hovlida to'rt tarafdagi o'sha ko'tamilik yog'och uylardan ma'lum bo'shliq bilan ayrilib turadigan bir necha egizliq oddiy tom uyli saqolgan edi. O'shir Kanto ana shu tom uylarning biridagi bo'ri siliqliq kangda 3 hamrohi bilan so'zilib yotadi. Bosh to'g'i chillagan chaqda qora bostimi yoki yostiq qilib qo'yib olgan kichkina ol xurjindagi qattiq quruqlari beshiga petib ketdimi, ishqilib u tuyuqsiz uyg'onib ketdi va tomga yo'linib o'ltirib, og'ziga bir chekim nos tashladi-da, ochiq turgan panjaradan sirtqa qarashga boshladi. Shalang bulutlar orasida o'zib yurgan to'lin oy atrofni tagshi yuritmoqda. Butun atrof qattiq uyquga ketgan. Faqat mahalla ishlarining anda-sanda qovib qo'yishlari. Yiroqdan qora shahar daryosining yenik sharqirashlari. Hovlidagi jang otlarining to'g'rilarini silkitib, qarsildatib bo'g'iz chaynashlari bilan ba'zi yigitlarning qattiq xo'raklarla onglanib turadi. O'shir Kanto
ochiq panjaradan ko'rinib turgan to'lin ayga qaragan peti xayolga ketdi. Mana, uning tug'ilib o'sgan yurti. Egiz qarliq tog'lar bilan o'ralgan go'zal tog' teg'i. Bepoyon ketgan chimenzor yayloqlar. Shu yayloqlarni bir-biriga tutashtirib turgan jilg'ilarda toshdan toshqa urilib yiqayotgan sup-suzuk tog' suvlari. Suv bo'yida qator o'sgan qirchin tollar. Bük baraqsan tog' teraklarining shoxlarida sayrayotgan tog' qushlarining jonga orom beradigan sho'x ovozlari. Qachondir bir chaqlarda, dal uning xatni to'yi bo'lgan kunlarda shahardan chiqqan so'rinchira yasovullarning Van ordisiga hashirga ishlashga tog' teg'idan bir to'p odam bilan uning dodisini haydab ketgani. Dodisining shu ketgancha ikkinchilab qaytib kelmagani. Aradan uzun o'tmay, onasining mu olamdan o'tib, o'zining tikandek yolg'iz qolgani. Shuningdan buyon terix tulumda yetim bulungda, öpüp döngü çıksa kuş yeydi, yetim döngü çıksa muş yeydi deb, uyanga iştirilip, buyanga iştirilip işqi yarıgıdek bolganda, Van ordasının tömür çarvılarını beqishqa tutulup, 10 neçe yıllık ömrünün qatmuqat qaylin tağlar arsida ötüp ketgeni. Teği 5 yıl burunla peshonasini qo'ruq, enikini saqal basqan qiyri yigit bulup, yurt ichiga qaytqani, bo'yi uzun bo'lgan bilan qo'li qisqa bu qiyri yigitga hech kim qiz bermay yurganda, 2 qitim qo'y o'g'irlab yegani uchun kanto otilib qolgani. Ani shundoq kunlarning birida Sali turg'ining boshchiligida qo'zg'olon boshlanib ketib, shuningdan buyon fidoilar sepida jang qilib yurib, tuni kunki Hoshir kantoning bugun Hoshir payjang bo'lib qolgani. Mana shu sarguzashtlarining hammasi uning ko'z oldidan bir-birlab o'tmaydi. U shunda xayollar bilan o'ltirib, o'zining 40 dan oshquchi o'ylanmaganligi birdilla yodiga kelib, "Bu anangni tirik desa o'yi yo'q, o'lik desa go'ri yo'q bo'lib, qachongacha boytaq o'taman?" dedi-da, talog'i chiqib sagidib kirish niyatida o'rnidan chachirab turmoqchi bo'lib, qonni o'yibdi. Va puti bilan yumshoq bir nimani tasavvatdi. Qonning ichidan bir xotin kishining xanzu tilida voyjon deb varqirgan ovozi anglandi. O'shur qondan yerga sakrab tushib, "Kimsan?" deb varqirgan peti miltiqni batladi. Qonning ichidan sado chiqmag'ach, "Odam bo'lsang beri chiq, bo'lmasa" deb tamg'a qartib bir pay o'q atdi. Uning hamrohlari o'q ovozidan cho'chib uyg'onib, o'ri-to'pi bo'lishib ketdi. Boshqa uylarda va g'o'ylada yotgan yigitlarmi uyg'onib yugurib kirishdi. Quliqingga shundoq anglangandu. Qasam ichib berman, aniq angladim. Bir xotin kishining uni. Xotin kishi bo'lsa, Xudoyim berib tug'sanga Hoshir aka. To'la gap qilma, lalma. Qani buzinglar. Shu arada qonning pavas tarafdagi og'zidan bir necha parcha kesak o'rilib tushdi. Orqadan qonning ichidan bir gavda o'malab chiqib, ha deb bosh qo'yishga boshladi. Ulug' o'chiq turgan panjaradan kirayotgan oy nuri uning yuz ko'zi va hamma usti boshlari qurum bilan qoridab ketgan. Sochlari chuvuq bir ayol ekanligini aniq ko'rsatib turardi. U ha deb yerga bosh qo'yib o'tib, yarim yarti uyg'urcha bilan "Meni o'ltirma" deb yalvoradi. Hammaylar hong-tong bo'lib uningga qarab qilishdi. Bir hozirdan keyin, "Sen nima xotin? Qonning ichida nima qilib yuriysan?" ayol yopirmoqdek titrab o'ltirib, yarim yarti uyg'urcha bilan bir nimalar qilib ahvolni uqtirdi. Ma'lum bo'ldiki, bu ayol Beyshanzungning yiliqi kelini bo'lib, tunugunga qirg'inda mushu qonning ichiga yo'shirinib olgan ekan. U qon yig'lab o'ltirib, tunugun bu ho'ylada yuz bergan fojianing hammasini aytib, "Meni o'ltirmanglar" deb yana yolvorishga boshladi. "Hey, voy govol. Sen mo jiningdan ayrilg'ili tasli qolsanda. Bo'ldi, endi qo'rqma. Biz seni o'ltirmaymiz. Biz Xo'janiyaz hojining odamlari." Xo'janiyaz? Biz Xo'janiyaz hojining askari. Biz
Şimdi ben bilen bir. Ayal bu odamlarning uni hayot qo'yadiganligiga endi ishongandek Ha, xo'jiniyaz. Shingduban. deb takrorladi. Ho'shur Ha, şundak. Endi sen korkma. Suya kirip yüz gözünü yuyup al. Yürün la. Bu oyunu onunla boştup bireyli. sen yigitlar atiganlik choyga tayyorlanayotganda Ho'shur yilqi ayol yotgan uyning panjarasidan qarab Sen mi o çay içip al? dedi-yu, hangtang bo'lib qolgan qo'ziqdek qaytib qoldi. Chunki tunugin kecha yuz ko'zi qara, sochlari chuvuq, o'zi dumchak olvasidek ko'ringan yilqi ayolning o'rnida endi oy yuzlik bir pari o'ltiradi. Ho'shur o'zining ko'ziga ishonmagandek qayta sinchilab qarab olgandan keyin hatto sallashkimi petinolmay Yürüsüler hinim. Çay içip alsılar. dedi. Ayol uning javobiga asosan g'amkin bir tabassum bilan o'rnidan turib o'ylig'i chiqdi. Yigitlarning hammasi degudek uningga qarab qilishdi va to'p ichidan shu hamon pichirlashlarni anglanishga boshladi. Tova, parizatning o'zikan bu. Qaşlarını qara, qiygan qalamdak. Bizni yurtlarda mundaq chuvallarni badam qapak, yuqtamaq deydi. Onun üstüge mehri ısık nemiken o teği. Hay sirak, onunla köyüp kalmagan yana. Hoşur akamdan açmaydıgan da kılıdı. Darvaqa Ho'shur kanto birdan non sundirib, birdan choy quyib berib, u ayol bilan bir chatda paranglashib o'tirdi. Atları nima xinem? Mulan. Amsa özlani Mulan xan. Yak. Modan xan desek bo'g'idak. Qandaq deysizlar ag'illa? Bu at xuymi yarashdi. O'zimga modan gulga o'xshaydi ekan. Ayol mo'rozilik bildirib kulib qo'ydi. Shunday qilib, bu ayolning eti Modanxon bo'lib qoldi. Ho'shur bilan Modanxon orasidagi paranglardan ma'lum bo'ldiki, bu ayol aslida Beyshanzongning shahar sirtidagi yerlarda ishlaydigan. Tegigan so'liq bir o'taqchining yolg'iz qizi bo'lib, ota-onasidan kichik yetim qolgan. Uni qo'shnisi Qosim dehqon degan kishi beqib olgan. Uyg'ur tilini shu uyda turib xeyli o'rganib olgan. 12 yoshlarga yetganda Qosim dehqondan Beyshanzong so'rib olib, uy xizmatiga solgan. Oylar, yillar o'tib, Beyshanzong bu qizga o'g'lining ko'ngli tushib qolganligini sezib, uning ustiga to'yliq talab qilmaydigan tayyor kelinni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik uchun ularning beshini bir qilib qo'ygan. O'zlarimi menga o'xshashlar kichik yetim qilib, jabr japoni ko'p tortib ekanlar. Endi Beyshanzongmi yo'q, Qosim dehqonmi yo'q. Nagi berib, nada turay deydilar. Men bilmayman. G'am yemisizlar. Bizda yolg'izning yori Xudo degan gap bor. Nim bo'lsaq, billa bo'laylik. Ma'qulmi? Modanxon bir nimani sezgandek villada qizirib yerga qarab oldi. Yeniqo oqsiriq yigit yenidagi hamrohiga pichirladi. Hey, ish bitdimi nima? Bu kantoga dadasi obdan duo qilganmi deyman. Hey, qo'sqoni kanto dadash. Sen bilan men yoshtiriblar birardan bolalikmi bo'p qoldik. Hey, u guvolga qaramamsan. Yeshi 40 dan oshqicha qari yigit bo'p yurgunini. Qo'mondonlik shtabining o'rinlashtirishi bo'yicha qo'shin Qori shaharda 2 kun tayyorlik ko'rib olib, yana jangga otlanmoqchi. Shuning uchun Ho'shurning yigitlarimi chaydan keyin ot taqilitish, egar to'qimlarni tuzashtirish, nutq yog'lash, qilish nayzalarini belish qatorliq ishlarga kirishib ketdi. Ho'shur kanto to'qniya so'rni tepib, bo'lib o'tgan ishlarning hammasini aytdi va oxirida Modanxonni o'ziga nikohlatib qo'yishni talab qildi. To'qniya so'r bu talabni qat'iy rad qilib, hatto uni hammamiz qon kechib yurgan bu kunlarda Mo'shundoq bo'lmag'ur xiyollar yurguningni hojimga aytib, tirangni ta'tir so'yg'izirdiman deb qo'rqitdi. Biroq Ho'shur o'z niyatidan yonmadi. U mahalla masjidining ma'zinini tepib, ahvolni uningga aytdi.
birli uy ham birer qur ayolcha kiyim-kechak tepib berishni iltimos qilib, 3 sar tanga bilan bir tutam qog'oz pulni Mazina xonimning oldiga qo'ydi. Ondan yetmisi manba, avval onunğa iman etkizib, nikohni o'zlari o'qiydilar. G'iding biding qilsa, yoshchiningga o'zing zamin bo'lma deb qo'rqitib qo'ysalar. Hoşurning ta'liyi o'ngdan kelib, shu kuni kechgacha hamma ishlar uning deganidek o'rindalib bo'ldi. Umu umrida tunji qitim sulton yigit bo'lib hujraga kirdi. Biroq uning bu ishlari atsi choy vaqtiga qolmay, butun qo'shinga pur ketib, cho'nglarning qo'lqig'imi yetdi. Hoji nihoyatda xafa bo'ldi. Bo'libmi Mahmud Muhit bilan Sali Durg'a bakla xafa bo'lib ketdi. Bu qandoq gap? Uning o'zi bir pay odamning besh turib shundoq qilsa, qog'illar nima qilmoqchi? Elitilla bundaq ishlar bo'g'ili tursa, Kucha, Oqsu, Qashqar degan ovoz shaharlarga borganda nima ishlar bo'lib ketadi? Astag'firullah, astag'firullah. Dedi Mahmud Muhiti o'rnidan chachrab turib. Bu kanto zoda tuzalmaydigan o'xshaydi. O, qo'zg'aloqning birinchi kunilar heliqi Janjisaning dukkanini ochadigan qerining xotinini tartib olmoqchi bo'lgan. To'polondan to'qach o'g'irlaydigan bundaq murtadlarni qattiq uchiqtab qo'ymasak bo'lmaydi. Dedi Sali Durg'a. Hojim saqilini titirtib To'xniya so'rg'u varqirdi. Mang! O'zing berib, u xotin taloqni put qo'lini yerga tekkizmay ekan. Terisini ta'tir so'yg'izmasam uning. To'xniya so'r yo'g'an dalan uydan ishtik chiqib ketib o'tib, bu so'g'i tuvida Hoshur bilan to'qirishib qoldi va darholla: "Ha, o'z oyog'ing bilan kelsan qo'y kanto. Mening gapimga kirmay, endi ko'gilkingni ko'rdigan bo'lding." Hoshur uningga beparvolik bilan kulimsirab qo'yib, uyga kirdi va oldirash salom berib: men bir xush xabar aytib keldim, Majaka." Uning cho'nglardan beso'roq shuncha ishlarni qilib qo'yib, yana g'am tortmasdan o'z oyog'i bilan bu yerga kelgandiki. Bo'libmi, xush xabar elib keldim deyishi dakli tasodifiy tuyulgan bo'lsa kerak, hammaylar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Ita, qanday xush xabar aytib kelding? Jiqlab dunyo depini tepib oldim. Nima deysan? Nadan tepib olding? Xo'sh, Hajaka, ruxsat qilsalar, men asta so'zlab beray. So'zla. Hoshur tunugun bo'lib o'tgan ishlarni qisqacha bayon qilib kelib, mundaq dedi. Shuning bilan mening modan xinimam oqshom gap orasida, oy, astag'firullah. Gunohimdan o'sila, Hajaka. Aytivar. Shundoq. Gap orasida Beyshanzoning ko'mib qo'ygan nurg'un oltin ko'mishi borligini aytdi. Men aldiraqsonlik qilib, ansa shundan ozroq ilib, atila bu yerdan qochib ketayli. Jahon tinchigandan keyin hammasini ilib, qumultirak ketib, tinch kun kechirayli deyishim bilan qochtimga birni silib. Sen shundoq odammidan, men seni Zunsiling Xo'janiyozning payjonga desa, xili armikin deb tikanman. Buni bilgan bo'lsam, o'ltirib atsangmi, sana tegmaydim. Menga Chilijonning cheriklaridan o'chimni ep berdigan o'g'il bo'l kerak. Esat, sen bir lalma ichgansan degan ma'noda gap qilib yig'lab tashladi. Ona til haqoratiga chidamay, toza bir salay dedim. Turibla, ichimda issiq bir nima mangandek bir qismini bo'lib qoldim. O'ylab boqsam, uning gapi rost. Zot haqinimdan menga osmon yiroq, yer qattiq kelib, undan afv so'radim. Ondan keyinchi. Ondan keyin men oltin ko'mishni Zunsiling Xo'janiyozga beraman. O Chilijonning cheriklarini yo'qitib, yurtqa tinchlik akiladi dedi. Yolg'on aytmayotgansan? Yolg'on aytqili, beshim 10 emas, Hajaka. O oltin ko'mishlar nada ekan? Bu yerni menga aytmadi. Xotining hozir nada? Talada qoldi. O'zlari bilan ko'rishiman deydi. Chopsam qishqirib kel. Bu ay, bu kunlarda butun qo'shin xarajatdan qisilib el yurtning o'z ixtiyori bilan bergan oziq-tulik, yem xashaklari yetishmay shuncha olvon silinganning ustiga endi elga yana bir nima demakning o'rni yo'q edi. Bo'libmi, yigitlarning yozliq kiyim kechki va oqsoq cho'loq otlarni yengishli olishga ko'p pul lozim edi.
urush qalaymaqanchiligi bilan mol bahosi o'sib pul paxallashganlikdan Urumchi hukumati tarafidan avatilgan qog'oz pullarga hech nima kelmaydigan bo'lib qolmoqda edi. Mushundaq ahvolda Hoshir bilan Mo'danxonning orasidagi tasodibiylik bahonasida mundaq bir g'oyib xazinaning tepilib qolganligi haqiqatanmi olamchi cho'ng ish bo'lgan edi. Shuning uchun hojimu boshqa cho'nglarmi Hoshirga jazo berishni esidan chiqarib, Mo'danxonning o'z og'zidan gap anglashga taqazzo bo'lishib o'ltirdi. Ustidagi xon atlas ko'ngligi, beshidagi havorang shoir o'mili bilan Uyg'ur qiziga o'xshab qolgan Mo'lan, ya'ni Mo'danxon ishikdan kiribla ta'zim bajo keltirdi. Hojim uni o'ltirishga taklif qilib, bir ishga ig'iz ahvol so'rgandan keyin Chilijon degan murtad, yurtqimi, sizlarning beshinglarg'imi chiq kulpatlarni sopdi. Biz kechikibdimiz. Mo'danxon bu salopatli kishining Xo'janiyaz hoji ekanligini pamlagan chig'i uningga qarab turib, So'ngsiloq mening dadamga o'xshash. Chilijondan o'ch olmasa bo'lmaydi. Chilijon degan lomodidan cho'qim o'ch olamiz. Xotirjam bo'ling. Molchi toyiqidan, kelin oyg'idan deb sizning oyg'ingiz yarashdi qizim. Sizga ko'p rahmat. Qani, ayting'a. Siz degan oltin kumushlar nada? Bizning uyda. Men boshlab boray. Undaq bo'lsa, bizning Sanmujang siz bilan birga bo'lsin. Taxminan 2 soatdan keyin Namat Xalpat bir to'p yigit bilan Bayshang zoning hovlisidagi tashlandiq quruq quduqning ichidan tepilgan 200 yombu va kichkina bir temir sanduqni horvularga besib shtabga keltirdi. Yeliqi sanduqchaqdan 20 tal zig'cha oltin chiqdi. Hoji qora maxmal jilitkisining yonchuqidan bir jup oltin uzuk chiqarib, "Bu kelin oyga ko'rimlik bo'lg'ay" deb Mo'danxonning qo'liga selib qo'ydi va egar to'qimliq chiroyli bir to'riq otning tizginini uningga tutqizib, bu bizning sizga hadiyamiz qizim. Ot minishni bilamsiz. Bilmasangiz, Hoshirpayjon sizga o'rgatsin." Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi